Hozir biz implantatsiya operatsiyasiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Agarda qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Implantatsiya jarayonini to'liq yoritib ham tushuntirib beraman. Implant qo'yish uchun shu yerda hozir yetarli joy ochib oldik. 5 ga 11,5 o'sim implantlarini o'rnatishni rejalashtirganmiz. Hozir shuni bemor o'zlariga ham yangi ochilayotgan upakovkani ko'rsatib va u implantni o'rnatishni boshlaymiz. Bemorimizni bir tomonlariga implantni joylashtirib bo'ldik, ikkinchi tomonlariga uje ishni boshlaymiz. Bu tomonida hech qanaqa kesma o'tkazmaymiz. Bu tomonida kesmasdan teshib turib implantni o'zini o'rnatib qo'yamiz. Ikkinchi tomonlari ham uje implant qo'yishga tayyor. Ikkinchi implantimizni ham o'rnatishni boshladik. Xo'p, bu apparatning nomi FizDispenser. Bunisi bo'lsa implant uchun maxsus nabor hisoblanadi. FizDispenser vazifasi implant qo'yiladigan suyakni yaxshi his qiladi bu. Ya'ni qo'yish paytida suyakka ortiqcha bosim bermaydi va qizdirib qo'ymaslikni ta'minlaydigan maxsus apparat. Agarda sizga ham sifatli va og'riqsiz qo'yiladigan implant xizmatlari kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqing.